Assalomu alaykum so'zlar. Demak, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi birinchi darsimiz demo test tahlili bo'ladi. Va quyidagi shu misollarda ishlab chiqamiz bugun. Demak, birinchi misol. Ekranni o'zgartiraman. Oq ekran hammaga ko'rinyapti. Ha, ko'rinyapti ustoz. Demak, birinchi misol. JavaScriptdan ekan. O'quvchi ushbu dastur kodini ishlatgach, xatolik yurib berganini ko'rdi. Demak, kod boshlangan. Dave my functiongacha mana shu yergacha demak kodimiz bor. Demak, pensiyani ekranga chiqarishi xatolik nima sabab bo'lganini aniqlanyapti. Def my function bor, a va b. Ikkita o'zgaruvchi e'lon qilyapti, funksiya e'lon qilib, ikkita o'zgaruvchi beryapti. Va pastida my function ön bilan 3 deyilgan. Demak, a ning qiymati bu yerda ön, b ning qiymati esa 3 bo'ladi. While demak, a 0 dan katta bo'lsa, while'dagi ichdagi mana shu ikki qator ishlaydi. A katta 0 dan deyapti. Demak, a ning qiymati ön bo'lsa bizda ön kattami 0 dan deyapti. 0 dan kattaligi uchun pastga tushamiz. A'dan B'ning qiymatini ayirib, yana A deb ol degan. Ya'ni A minus B, A minus tenglik B degani A tenglik A minus B. Demak, bundan kelib chiqadi. O'ndan 3 ni ayrsam 7. Pastda S'ga 1 qo'shib ketyapti. S'ning qiymati dastlab 0 deb berilgan funksiyaning ichida. Demak, S'ga 1 ni qo'yish deyapti. S'ga 1 ni qo'shib, yana S deb olayım. Ya'ni S tenglik S plus 1. Tenglik 0 ga 1 ni qo'shsam 1. Funksiyaning qiymatlarini aytgan print C deyapti. Demak, bizda bu yerda beriladigan xato javoblarga qaraymiz. While sikli cheksiz bo'lganligi uchun xatolik ro'y bergan deyapti. While sikli cheksiz emas, chunki a ning qiymatiga bog'lab qo'yilgan. Funksiya noto'g'ri e'lon qilingani uchun xatolik ro'y bergan. Funksiyamiz ham boshida def orqali e'lon qilingan. Funksiyalar har doim def orqali e'lon qilinadi va nom beriladi. Funksiya ham to'g'ri bajarilgan. Return xizmatchi so'zi bo'lmaganligi uchun xatolik ro'y bergan. Bizda bu funksiyamiz proseduraligi uchun return so'zi o'zi ishlatilmaydi. Va bizda bitta variant qolyapti. S o'zgaruvchi global bo'lmaganligi uchun xatolik ro'y bergan. Demak, bizda o'zgaruvchilar e'lon qilinadi. Bittasi global, ikkinchisi lokal. Bizda hozir lokal bo'lgani uchun o'zgaruvchi global o'zgaruvchi bo'lmaganligi uchun degan javobni olamiz. Ikkinchi misolimiz pedagogikadan ekan. Endi taxminan belgilaganman pedagogikani. Agar javoblar kerak bo'lsa, olasizlar. To'g'ri chiqqan bitta xato chiqibdi pedagogikadan. Xatosini aytaman. Agar javob kerak bo'lsa. Ikkinchi savol. Uchinchi savolimiz ham pedagogikadan ekan. Buni ham taxminiy belgilaganman. Javobdan kelib chiqib, qo'llash so'zi borligi uchun qo'llashni belgiladim. To'g'ri, so'zi ma'nosiga qarasanglar shu qo'llashga moslashyapti. Bunga ham o'sha o'quvchidan mantiq, dalil, hissiyot yondashuvlarga e'tibor bergani uchun ishontirish usuliga to'g'ri keladi deb belgilaganman. To'rtinchi misolimiz Excel'dan ekan. Ketma-ketlik bo'yicha ketyapmiz. Microsoft Excel dasturida berilgan formulaning natijasi qanday bo'ladi deb savol qo'yilgan. Demak, bizda znak funksiyasi bor. Znak funksiyasi demak 3 ta qiymat qabul qilishi mumkin. Agar shu znak qaus ichida x deb yozsak, shu qaus ichidagi x ning qiymati musbat son, ya'ni x katta 0 dan bo'lsa 1 qiymat qabul qiladi. Agar shu x sonimiz 0 dan kichik, ya'ni manfiy bo'lsa minus 1 qiymat qabul qiladi.
va shu znak ichidagi qiymatimiz nolga teng bo'lsa, nol qiymatni qabul qiladi. Znakning ichida yana bitta formula berilgan, demak tselloy. Tselloyning vazifasi bizda yaxlitlash eng kichigiga. Demak, berilgan mana shu x qiymatni eng kichik songa qarab yaxlitlaydi. Bizda minus 0,432 ligi uchun buni yaxlitlaganimiz minus tomonga yaxlitlananda minus 1 natija olinadi. Va minus 7si bor. Minus 1, minus 7 teng minus 8. Bundan kelib chiqadi, znakning ichidagi qiymat minus 8 ga teng ekan. Ya'ni bizda agar berilgan qiymat manfiy qiymatni qabul qiladigan bo'lsa, minus 1 qiymatni oladi. Demak, znakdan minus 1 chiqadi. Formulaning teng yarmini ishlab bo'ldik. Qolgan yarmi. Astat. Astat bizda bu qoldiq. Demak, minus 9 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti. Nechi bo'ladi? Minus 9 ni 4 ga bo'lsa qoldiq. Demak, bunday qilsak bo'ladi. 9 ni manfiyligi uchun qilyapman. 9 ni 3 bo'ladi. 4 ga butun 9 desak 1. Shu 4 dan o'sha butun qismini ayirsak, natija 3 chiqadi. 3. Demak, 3. Bizda znakdan chiqqan natija minus 1 edi. Plus shunga qo'shamiz 3 ni. Javob 2 ekan. 3 dan 1 ni ayirdik, 2. 5-si og'zaki savol ekan. Nuqtalar o'rnini to'ldiring. 20-asrning 70-80-yillarga kelib, kompyuter ilmi faqat olimlar emas, balki butun jahon jamoatchiligining qamrab oldi, deyapti. Demak, to'g'ri javobimiz shu ekan. Qolgan 3tasiga e'tibor bermadim. Keyingisi 6. Bu ham og'zaki. Microsoft Word dasturida Nighty is a Minute muloqot oynasini ishga tushirish uchun qaysi klavisha kombinatsiyasi qo'llaniladi, deyapti. Demak, bir boshdan tahlil qiladigan bo'lsak, Ctrl X bizda qirqib olish. Qirqib oladi. Shift F3 imiz belgilangan, mana shu belgilangan joyi mana shunaqa to'rtburchak. Belgilangan matnni agar barcha harflari katta bo'lsa kichikka, kichik bo'lsa kattaga almashtiradi. Ya'ni nima demoqchiman? Masalan, salom so'zi bor. Hammasi kichik harfda. Shu salom so'zini belgilab Shift plus F3 ni bossak, yuqori registrga, ya'ni ham barchasi salom bosh harflarda yoziladi. Tushunarli bo'ldi? Kichik harfga yoki katta harfga o'zgartiradi. Kichik bo'lsa mana kattaga, katta bo'lsa kichikka. Agar ishlatib ko'rmaganlar bo'lsa, ishlatib ko'ringlar. Ctrl plus R nima vazifani bajaradi? R bu yerda write vazifani bajarsa, demak matnni o'ng tomondan tekstlaydi. O'ng tomondan. Agar Ctrl plus L bo'lsa, elimiz left, ya'ni chap tomonga tekstladi. Keyingisi Ctrl plus J bor bizda. Ya'ni justify degani ikki tomondan tekstlash. Ham chapdan ham o'ngdan tekstlaydi. Va oxirgisi Ctrl plus E harfi bor.
Demak, bu o'rtadan tekislaydi. Matnni o'rta tomonidan tekislaydi. Markazdan. Va bizda Ctrl H Night izlamaylik muloqot oynasini ishga tushiradi. To'g'ri javobimiz mana shu. Ctrl F'imiz bor, faqat qidiruv bu. Ctrl plus F. Kimnidir esda chiqqan bo'lsa, F'imiz find ma'nosida keladi. Inglizcha find. Demak, 6-savolimiz amalga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misol 7ga o'tamiz. 7-savolimiz demak bizda moslikni o'rnating. Demak, vektorlik, rasterlik faktor bor va monitor bor. Arada VGA bor. Demak, bu VGA kompyuterning orqa tomonidagi monitor bilan prosessorni bir-biriga o'raydigan joy VGA deb nomlanadi va to'q havorang rangda bo'ladi. Biz biladiganimiz eng osoniga qaraymiz monitor. Javoblarga qaraydigan bo'lsak, monitorning vazifasi keltirilgan. Kompyuterning ma'lumotlarini elektron ko'rinishda tasvirlash qurilmasi 3 ga to'g'ri kelyapti. 3 ning javobi B ekan. Shundan kelib chiqib biz ikkita javobni olib chiqamiz. Mana 3 ni Y deyapti, keyingisida C deyapti. Ikkita javob o'z-o'zidan chiqib ketdi. Bizda ikkita qoldi. Va bu yerdan berilganlarning ichida jamiyatda eng ko'p tarqalgan grafika deyapti. Bu bizda rasterli grafika. Hamma bilsa kerak buni. 1C, 2da A turibdi. Demak, mana bunisida 1ni A emas. O'sha uchun bu javobni ham olib tashlaydigan bo'lsak, bizda birinchi javob to'g'ri chiqadi. Savol tushunarli bo'lsa, o'tamiz. 8-savol Excel'dan ekan. Ustozlar mikrofonlaringizni o'chirib qo'yinglar. Savol bo'lsa chatga yozasizlar. Microsoft Excel. Agar A1 katakchaning qiymati 5 ga teng bo'lsa, B1 katakchaning qiymati -2 ga teng bo'lsa va B2 katakchaning qiymati 3 bo'lsa, quyidagi formula natijasi -1 ga teng bo'lishi uchun A2 katakchaning qiymati so'ralyapti bizda. Va pastda shu A2 katakchaning qiymatini belgilang va formula berilgan. Demak, если funksiyasining vazifasi ichida 3 ta o'zgaruvchi bo'ladi. Demak, bunga birinchisiga shart yozamiz. Nuqtali virgul A nuqtali virgul deb yozadigan bo'lsam, agar berilgan shartimiz shu shart rost qiymat qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni true qiymat qabul qiladigan bo'lsa, A ning qiymati bajariladi. Agar shu shartimiz yolg'on qiymat qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni false, B ning qiymati chiqar ekan yoki bajariladi. Funksiya berilgan. Demak, yeslining ichida I funksiyasi bor. Demak, I funksiyasi bu mantiqiy ko'paytirish. Berilgan ikkita shartning ikkalasi ham rost bo'lsa, rost qiymat qabul qiladi. Agar ixtiyoriy bittasi yolg'on qiymat qabul qiladigan bo'lsa, yolg'on qiymat qabul qilar ekan. Endi biz buning ichidan A2 qatnashyapti. A2 bizda X deb belgilangan noma'lumligi uchun mana bu yerdan A deb, mana buni B deb belgilaganman. Buni A desak, buni B deydigan bo'lsam, agar B ning qiymati rost bo'ladigan bo'lsa, buning qiymati rost bo'lishi kerak. Agar mana bu B ning qiymati chiqadigan bo'lsa, bu yolg'on bo'lishi kerak. Shu A bilan B dan men X topib olaman. Demak, A ning belgilaganim A niki. A1 ko'paytiramiz. B2 plus
B1 minus A2'ning qiymati bizda minus 1 chiqishi kerak. Mana bizdan formulaning natijasi. Agar buni rost deb qiymatni qabul qiladigan bo'lsam, A bajarish kerak edi. Men buni rost deb qabul qilyapman-da, A ning qiymatini minus 1 deb chiqadi deb o'ylayapmiz. Demak, bizda A1 ning qiymati bor 5, B2 ning qiymati bor 3 plus B1 ning qiymati bor minus 2 minus A2 ning qiymati yo'q x deb belgilaganmiz. Tenglik shuning javobi minus 1 chiqishi kerak. Shu yerdan x deb topadigan bo'lsam, x ning qiymati ne chiqadi? 15 minus 2 minus x tenglik minus 1. Bu yerdan x deb topadigan bo'lsam, 13, 14 bo'ladi. Demak, mana shu natija bizda x'imiz A2 ning natijasi. Mana bu yerga A2 ni aytib qo'yganimda, shu ikkalasi ham rost bo'lishi kerak. Yonidan yozaman. Mana buni. A1 plus B2 kichik ekan. Va ikkinchi qiymatni yonidan yozaman. A1 ko'paytiruv B1. Shu katta bo'lishi kerak 0 dan. A1 bilan B1 ni ko'paytirganimda o'zi yolg'on qiymat qabul qilyaptimi? To'g'rimi? Buning natijasi yolg'on chiqib qolyapti o'zi. Shunda ham mana B ni bajarsak bo'ldi ekan. Demak, B ning qiymatini shu pastda yozaman. Buning shart yolg'on qabul qilar ekan o'zi. Mana A1 ni B1 ga ko'paytirsam 0 dan katta emas-ku. Bu rost bo'ladimi, yolg'on bo'ladimi, farqi yo'q. Ikkalasining ko'paytmasi 0 bo'ladi. O'sha uchun buning qiymatini ishlashimiz kerak ekan. A1 ko'paytiramiz B1 deyapti mana. A1 ko'paytiruv B1 plus B2 plus A2. Natijani aytib qo'yaman. A1 ning qiymati 5, B1 ning qiymati minus 2, B2 ning qiymati 3 plus A2 ning qiymati bizda x. Shuning natijasi minus 1 chiqishi kerak ekan. Ko'paytirsam minus 10 plus 3 plus x tenglik minus 1. Demak, buning javobi minus 7 plus x tenglik minus 1. X topadigan bo'lsam 7 o'ng tomonga o'tadi va 7 minus 1 bizda 6 chiqadi natija. Demak, bizda A2 ning qiymati 6 degan javob chiqadi. Bizda A javobda 6 turibdi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi misolga o'tamiz. 9-savolimizdan pedagogikadan ekan. Buni ham taxminiy ishlaganman. To'g'ri chiqqan, kimgadir agar javobi kerak bo'lsa, yozib olishlaringiz bo'ladi. Tashlab beraman bularni, faylni ham. 10-savol. 10-savolimiz bizda Python dasturlashtiriladi ekan. Dastur natijasini toping. Demak, bizda x ning qiymatini yolg'on deyapti, ya'ni 0. Y ning qiymatini esa yolg'on va z ning qiymatini rost deyapti. 1 deb oldik. Endi shartlarga yetib qo'yamiz. Demak, bizda shartli operatorlar ishlayapti. Demak, bizda shartli operatorlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, ko'rishni yozing, bir emas, if. Demak, bu agar degani. Agar berilgan shart rost bo'lsa, shu if ning ichidagi qiymat bajaradi. Mana shart deyman. O'sha shartimiz rost bo'ladigan bo'lsa, shart 1 deb qo'yaveray, shart 1. Rost bo'ladigan bo'lsa, mana shu printni yo ixtiyoriy kod berilgan bo'lsa, o'sha bajariladi. Keyingisi elif. Demak, elifning bu qisqartmasi, elifimiz else if degani. Aks holda agar.
Ya'ni if bajarilmagan taqdirda elifga tushadi. Elifga berilgan shart ikkimiz, shart 2 deb yozaman. Shart ikkimizni tekshiradi. Agar shu shart ikkimiz bajariladigan bo'lsa, shu elifning ichiga berilgan kod yoki print berilgan bo'lsa, print bajariladi. Shu kod qismi bajariladi. Elifni bir necha bor ishlatish mumkin. Bu yerda 2 marta kelgan ekan. Uchinchisi else. Else'imiz aks holda. Bunda shart berilmaydi. Shu if tekshiradi, if elifni tekshiradi, ikkalasi ham yolg'on bo'lgan holatda else ishga tushadi. Bo'lmay qolgan taqdirda, demak else ishga tushar ekan. Else'ga shart berilmaydi. Va to'g'ridan to'g'ri else'dagi narsa chiqadi ekranga. If ham elif ham bajarilmasa, else'ning qiymati har doim ekranga chiqadi ustozlar. Bizda demak mantiqiy amallar bor. Formulamizda not demak inkor, end mantiqiy ko'paytirish amali, ya'ni berilgan chap tomonda va o'ng tomonda berilgan shartlar rost qiymat qabul qilishadi. Ikkala o'zgaruvchi ham rost bo'lishi kerak. Rost bo'lishi uchun. Ikkala o'zgaruvchi rost bo'lgan taqdirda, demak bu rost qiymat qabul qiladi. Bo'lish or bor ekanki, or demak mantiqiy qo'shish operatori ixtiyoriy bittasi rost bo'lsa bo'ldi. Ixtiyoriy bitta o'zgaruvchi. Rost bo'lsa rost qiymat qabul qiladi. Shart yutamiz. Demak not x deyapti. Mana bu yerda yozaman. If not x. Demak falsening teskarisi bizda 1 bo'ladi. Rost bo'ladi. True da 1 deb yozib ketaman. End mantiqiy ko'paytirish amali. Demak agar ikkinchi tomoni ham rost bo'ladigan bo'lsa, rost qiymat qabul qiladi. y no qiymat qabul qiladi. Birini no ga ko'paytirganimizda bizda yolg'on chiqyapti. Demak bu shart bajarilmaydi. Elifga o'tamiz. Demak bu yerdagi print YouTube deganimiz chiqmaydi. Elifimiz agar if bajarilmasa ishga tushardi. Hozir bizda if bajarilmadi, o'sha uchun ishga tushyapti. Not x. X'imiz yolg'on edi, teskarisi 1. Inkori. Or demak mantiqiy qo'shish. Not y. Y ham 0 edi, 1 bo'ladi. Va end deyapti, mantiqiy ko'paytirish. Z'imiz 1. Demak, uchalasi ham 1 bo'lganda bizda natija rost chiqadi. Bizda Facebook natijasi chiqadi. Lekin shoshilmaymiz, keyingida yana elif turibdi. Bu elifni ham tekshirishimiz kerak. Not x or y or not y and z deyapti. X deyapti. Demak, end bizda mantiqiy ko'paytirish amali rost chiqishi uchun chap tomoni ham, o'ng tomoni ham rost bo'lishi kerak. X'imiz bizda yolg'onligi uchun bu bajarilmas ekan. Demak bizda javob Facebook bo'lib qolar ekan. Agar mana bu yerda x ning o'rniga z kelganida edi, chap tomonni ham tekshirib ko'rardik. Demak bu yerda ixtiyoriy or bo'lgani uchun ixtiyoriy bittasi 1 bo'lsa, rost chiqardi, bizda ikkita natija. WordPress ham qo'shilib qolardi. Agar x ning o'rniga z kelganda. Bizda x kelgan ekan, x ning qiymati yolg'on. Chunki chap tomonni rost bo'lyapti, or bo'lyapti, mana not x'imiz 1 ku. Bu yoqda 1 qiladi chap tomonni. Bu tomoni ham 1 bo'lsa, WordPress ham ishga tushardi, ikkita natija Facebook va WordPress chiqardi. Bizda bu ham bajarilmadi. Demak, bu elifimiz bajarilganligi uchun else bajarilmaydi. Javob Facebook. 11-savolimiz, demak bizda Scratch dasturlashtirildi, qalam bilan ishlash. Ko'rmayapsiz? Menimda ham ko'rinadimi? Saqra ekan. Demak, aytib o'taman. Yashil bayroqcha bosilganda x va y koordinatalari x'imiz ham 0,
y ham 0, ya'ni markazga, sahnaning markaziga joylashsin deyapti. Undan keyin Erasl L, demak o'chirg'ich tushiryapti. Har bayroqcha bosganimda bajarilgan grafika o'chirilsin deyapti. Undan keyin pen down, qalam qo'yilsin deyapti. Repeat takrorlash operatori, demak tashqarida 4 turibdi, ichkarida 3. Ikkita repeat, yo'q kesib keladi, bu yerdan kesib kelar ekanman qaytib. O'zi qilay ekanda. Mana shu hisob ko'rinyaptimi sizlarga? Xira bo'lsa ham. Pen down, demak repeat 4 marta takrorlash, 4 marta ichidan 3 marta takrorlash. Demak har bir takrorlashda ichi 3 marta takrorlaydi. Keyin 100 qadam oldinga, bu yerda x qiymati, keyin y ning qiymatini bizdan so'rayapti. Shu chizmaga qarab x va y ning qiymatlarini toping deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, mana shu yerda chizmamiz teng 4 ga bo'linyapti. To'g'rimi? Mana markazda shu turgan bo'lsa, 4 ta chizig'imiz shu markazda o'tyapti. Ya'ni bu degani tashqaridagi y degani. Y ning qiymati bizda 90 bo'lish kerak ekan. Chunki Descartes koordinatalar sistemasida mana bu x o'qi, bu y o'qi. Teng 90 gradusda bo'lyaptimi? Demak, y'imiz 90 gradusda burilib ketayotganligini bildiradi. Va x'imizga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu chizmani endi chizishimizga to'g'ri keladi. Bizda y topildi. Mana shu yerdan boshlansin degan. Demak, point in direction degan 90 gradusda. Ya'ni qalamimiz o'ng tomonda, yo spraytimiz deylik, o'ng tomonga qarab turibdi, o'ng tomonga 100 qadam yursin degan mana. Repeating 3 marta takrorlash. 100 qadam oldinga yursin. Va bu yog'ini davomini uzuq chiziq bilan chizaman. Va deyapti, x'imiz necha gradusga burilganda mana bu yoqqa to'g'ri keladi. Mana shu. Demak, bu yog'imiz javoblarda 90 bilan 120 berilgan. Agar 90 gradus burilganda mana bunday holatda yuz keladi bu. To'g'ri chiziq mana bunday bo'lsa, shu yog'i 90 bo'lardi. Bizda egaligi uchun faqat 90 va 120 borligi uchun bu 120 burilgan deb olamiz. 120 burildi. Buni bunaqasiga davom ettiradigan bo'lsam va mana bu yeri ham 120 bo'lib qoladi. Ichkarisi 180 dan 120 ketsa 60. Demak, teng tomonli uchburchak hosil bo'lyapti. Bizda bundan kelib chiqadi. X'imiz 120. Mana bu ichkaridagi 3, demak 3 marta takrorlash har bir uchburchakchani chizadi, mana har birini. Mana bitta uchburchagimiz bitta takrorlash hisoblanadi. 4 taligi mana bu 4 dan kelib chiqqan. Mana bu yerdagi 4 dan. 4 ta shaklimiz bor. O'sha shakllarimiz 3 ta tomondan iboratligini bildiradi. Va mana bu tomonlari 100 dan. Demak, y'imiz 90, x'imiz 180 ekan. 120. Bizda mana x'imiz 120, y'imiz 90 turibdi. Tushundinglar? Endi agar qalam bilan ishlagan bo'lsanglar, buni tushunishlaringiz oson. Mana bu uchburchakchani chizishni sizlar bilishlaringiz kerak edi. Qanday mana shu holatga kelyapti? Demak, mana shu tashqi tomondan olinadi va tashqi tomondan olinganimiz o'tmasligi uchun 90 ni olmadimda 120 ni oldim. Lekin buning javobi yo'qda xato olingan ekan. 12-savolimiz bizda yana pedagogikadan 10 ta pedagogika tushgan ekan o'zi ham 35 tadan. Bu ham to'g'ri. Kimgadir kerak bo'lsa pedagogikasi yodlash uchun. 13-savolimiz.
SMMda internet tarmog'ida harakatlantirish bosqichlari ketma-ketligi to'g'ri keltirilgan xatoni aniqlang. Birinchi, raqobatchilarni o'rganish. 2. Maqsadli auditoriyani aniqlash. 3. Qiziqarli takliflar. Maqsadni aniqlash. Ijtimoiy media marketing uchun platforma yaratish. Demak, bu savolni o'zim ham xato qildim. Bitta o'zi xato qildim, mana shuni. Xato qilganman. Demak, buning ketma-ketligi mana shu 5 ketma-ketligini bizdan so'rayapti. Demak, eng birinchi qiladigan ishimiz to'rtinchida maqsad qo'yish. Ikkinchi qiladigan ishimiz, demak, maqsadli auditoriya hosil qilish, auditoriya javob olish. Uchinchi qiladigan ishimiz, ijtimoiy marketing uchun platforma hosil qilish, platforma. To'rtinchi qiladigan ishimiz raqobatchilarni, demak, o'zimizni qiladigan soha bo'yicha birinchi rejamizga raqobatdosh biz qilgan ishni bundan oldin kimdir yaratgan bo'lsa, raqobatchi o'shani aniqlash. Va 5-chi qiladigan ishimiz qiziqarli faktlar. Bu javob C javobda turibdi. C javob to'g'ri xullas. Men buni xato belgilabman. 14-chi savolimiz yana pedagogika ekan. Endi o'z-o'zini boshqarishdan kelib chiqib belgiladim. 2, 3, 4 faqat bittasi o'zi bunday o'qib qarasak, mana bu. Birinchisi noto'g'riligi bilinib qolgan o'zi. O'sha uchun shu javobni belgilaganman. Taxminiy. O'z hayotidagi voqealarni jamiyatning umumiy strukturalari bilan qanday bog'liqligini tushunish. O'z-o'zini boshqarishda mana maktabda o'zining hayoti qiziq emas hech kimga. O'sha uchun shuni olmadim mana bu javobda. 2, 3, 4 to'g'ri. Kommunikativ nutqning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun o'qituvchi o'zidan notiqlik san'atiga xos qator maxsus qobiliyatlarni rivojlantirish talab qilinadi. Quyida berilganlardan o'zini boshqara olish qobiliyatidagi asosiy jihatlarni aniqlang, deyapti. 3 talik javoblar ekan. Birni olib tashlashdan o'zi A javob ketdi. Bu yerda bu ketdi. Ikkita javob qolyapti, lekin bu 3 javobi bir-biriga mosligi uchun shu 3 talik belgiladim. 15-chi savolimiz ham pedagogikadan. Buni xato belgilaganman. Bu javob xato ekan. Kimdir bilsa, keyin ishlab qo'yasizlar.